Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana safarimiz davom etmoqda. Bursa shahridan İzmir shahriga yo'l oldik. İzmirga kechqurun kirib keldik. Probka. Hamma ozgina charchagan. Hay, endi safarimizni balandligi va pastliklari bor ekan. Shunga sabr qilib davom etamiz. Marhamat, tomosha qilinglar. Meryem, qanday bo'libdi? Mana aziz do'stlar, bu İzmir shahridagi kemping parkovkamiz. Bitta biz 2 kun turdik. Bir ikkita muammolarimiz bor edi, hal qildik. Birinchi muammosidan biri sim karta bo'ldi. Sim karta internet olishimiz kerak edi. Turk xotingina shu parkovkani egasi yaxshi xotin ekan. O'zining nomiga sim karta olib berdi. Chet eldan kelib sim karta olaman desangiz interneti 3-4 barobar qimmatroq. Keyin gaz problemi edi, gazli ballon oldik. Turklarning gazli ballonidan oldik. Nemislarning gazli ballonini bular zapravka qilmas ekan, almashtirmas ekan ham. Shunga turklarning gazli ballonini oldik. Endi shuni almashtiramizda safarimizda Turkiyaning ichida. Xo'sh, 2 kun dam olib, keyin yana dalshi yo'lga tushamiz. Mana aziz do'stlar, turgan kempingimizda mana mashinamizning tagi bilan to'la apelsin to'kilyapti. Hech kimga kerak emas. Tatib ko'rsak, shirinmasda endi. Tagi bilan bitta. Bu tarafda mana kemping xona bu. Bunaqa kempinglar. Mana biz turibmiz. Bu ag'da bo'lsa limon ham bor ekan. Mana limon ham o'syapti. Bu ham daraxt. Hech kim termas ekan shekilli. Limonni tatib ko'rganimiz yo'q ekan. Limonni ham tatib ko'ramiz, xudo xohlasa. Bulutlar arqamizdan ilashib olgan, ichki bulutlardan qochib qutulsak.
Mana aziz do'stlar, ko'rayotganlaringdek İzmir shahriga velikda aylangani chiqdik. Nabережныйsida velodorожkalari bor ekan. Xo'sh, İzmirda aylandik. Ajoyib shahar ekan. Soch oldik, produkta qildik. Bir ikkita muammolarimiz hal bo'ldi. Shu shahardan sim karta oldik. Keyin yana asta uyga ketamiz. Borib damimizni olib, safarimizni davom ettiramiz. Sredizemnoy morida buncha baliqchilar. Hamma baliq. Baliq bormi, baliq? Balıklar seyrek yani, çok nadir. Hozir yo'qmi? Ne yapma? Hozir ko'rishga bormi? Ko'rsam bo'ladimi? Ko'rsam bormi baliq? Yo'qmi? Çupra var burada, çupra. Simijoni o'tirib turib chiqamiz. Ko'rsam bo'ladimi? Ha yok, bizde yok. Ha, yo'qmi? Onlar. Onlarda bor, ha. Hech qaysi birida baliq yo'q ekan, ammo benostreniya o'tiribdi. Bolam, bular dadangga o'xshagan baliqchi ekan. Baliq ushlashmas ekan bular ham. Yo'q, menga ham baliq kelmaydi. Birontasini balig'i yo'q. Вот так вот Турция оказывается. Mazami. Yo'q, men tormozga qo'ydim. Dadangni nima u bag'ashim qilishdi. Cho'miltirib qo'yishlariga ozgina qoldi. Bir tushirmadi. Ham bir qarangchi biz tarafga. Juda ham ko'p. Mana kelib sochlaring shekilda oldirishlaring. ichak ekan, mana yaxshi qarasanglar ichakligi bilinib turibdi. Olib yeb ko'rardim-ku, meni ichaklarim bo'lmaydi bunaqa ichakka. Darrov jilotkam ishlaydi. Kim ichak yeydi? Ichak yeysan? Beraymi? Men qorinni
ichaklari. Desam, ko'klar yumkin yerkan mana. Juda chiroyli ko'rinish. Zwei plus zwei ist 4, 8, ist 4. Und ist das Sterne. Mama ist richtig. Hast du richtig fertig oder Noch die letzte. letzte? Ja, dann Pause. Juhu. Der Blau. Falsch. Nein, richtig hast du. Ach so, ja, falsch hast du gemacht. Musst du zählen, şaşırma. Bachalar deylik haydaylik deb yiyliklarni olib berdim. Bir payti yo'q bo'lib qolishdi. Qani qayta haydashyapti deb chiqsam, mana ahvol. Mana ahvol bilan. Mana topib olishibdi joylarini deylik haydaysiz mana. Mana. Mana shunday deylik haydashyapti bular. Mana mazza. Mana mazza. Mana yoshlik. Mana yoshlik. Lekin ikkovsi ham rivasdan gapirishadi. Kiyimlariga qarab bo'lmaydi. Dadasi indamaydi. Ja, siz ist so adresse. Orqamda. Ha? Ha? Mana odamlar. Agar bizni biron joyda ko'rib qolsalaring, meni bolalarim rosa iflos bo'lsa, hayron bo'lmanglar. Biz bu kiyimni bugun 2-marta yoki 3-marta menimcha almashtirdik. Gazimiz tugadi. Gazga zapravka qilib bo'lmasakam o'zlarini gaz. Mana İzmirdan ham chiqib, Seljuk shahriga yo'l oldik. Seljuk shahriga borishdan oldin Pamuchak degan plaji bor ekan, kattakon kemperlar uchun mashinalar parkovka qilib shu yerda dam olishar-ekan. Biz ham shu yoqqa borib 2 kun turishga qaror qildik. Bu stresslardan keyin. İzmirda hamma muammomizni hal qildik, Xudoga shukr. Mana endi safarimiz davom etmoqda. Bizni yo'limiz go'zal tabiat orqali o'tgan ekan. Bir yonda baland yashil tog'lar, bir yonda moviy dengiz. Ulardan bahra olib yo'lda davom etdik.
Birinchi Santimirjon, kelgan joyimizni nima deysan? Chiroylimi, yoqdimi senga? Yoqdi, ha. Uncha yaxshi. Uncha yaxshi emas. Yaxshimi, yaxshi emasmi? Uncha yaxshi emas. Nimaga? Nimasi yoqmaydi? Nimasi yoqmayapti? Ayt. Bilmam. O'zing ham bilmaysan. Qizicham, siz nima deysiz? Aytingchi, sizga yoqdimi, yoqmadimi kelgan joyimiz? Yoqdi. Yemashak chiroylimi bana? Qara aniqlanadi. Ana yo'q. Gapir. Ha, chiroyli. Sevdim. Yana nima biza suv endi taladi. Suvdan nima chiqdi? Bu nima deydi? Suvdan nima siladi? Tu nima deydi? Aytaver nima? Shamolmi? Yo'q. Suv. Ha, bu siladi. Karabi. Ha. Kiyma o'zbekchasiga. Mana biz ham bugungi parkovka joyimizga yetib keldik. Dengizni lavida. Yana qumga kirmoqchi edim. Aytdim 150 yevro yo'q. Lekin odamlar mana ko'rganlaringdek kirishgan, turishibdi mana. Oyoqlaring sovudimi? Cho'milamizmi, suv sovuqmi? Ha, o'tirib bo'psan-ku? Mana morin oldiga keldik. Bugun Abidga mana grechka bilan kotlet. Hamma bitta skоворodkadan yoppasiga yeyapti. Suv ekonom bo'lishini bir yo'li bu ham. Qanday morin oldi yoqdim? Yaxshi, ha. Ya слишком issiqmi? Nislam tutasiz. Ko'chasi issiq. Abdan keyin boramiz. Qum o'ynagan, xo'p? Qo'li yo'q. Qani qo'ling? Yana qo'li. Qo'li qani? Yo'q. Qo'li yo'q. 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 Shetda ham qarovulimiz bor mana. Shamol va Abidda kelganimizda yaxshi. Bizani ham olinglar. Bizani ham olinglar. Naprotiv quyosh turibsiz. Salom. Rostdan ham qayerga borsangiz, sovuq havoni o'z bilan olib yurarkansiz. Qayerga borsak, 1-2 soat issiq bo'ladi.
Biz orqamizdan keyin sovuq havo keladi. Bu beşanlı. Hadi bu. Yudayım kalayım. Ayağıyım. Daha peki. Yurada Fatma. Dua. İlham var artık var. Yok mu Timur aldı? Ha. Ben de. Hadi uçalım. Pamuchak plyajida biz mana 3 kun dam oldik. Bachalar rosa qum o'ynashdi, yayrashdi. Havo juda ham issiq bo'ldi o'sha kunlar. Havo buzilgandan keyin qadimiy Efes degan shahriga yo'l oldik. Bu qadimiy shahar hozirgi Seljuk degan qishloqchada Turkiyada joylashgan ekan. Bolalarga juda qiziq bo'ldi. Efes shahri buzilgan zamoklar, qurilgan narsalar, juda ko'p savollar bo'ldi. Lekin kalaskada yurish ham uncha oson emas ekan. O'sha toshchalarda qilingani uchun kalaskani balon qilib qolaverdi. Atak hammaga yoqdi. Havo yaxshi edi o'sha paytda, o'sha momentda. Mana kim Turkiyaga kelsa, shu shaharni aylanishni tavsiya qilaman. Olamni 7 mo'jizasidan biri shu shaharda joylashgan ekan. Kelib mana o'zlaring baho berasizlar va bizani taassurotlarimizni ko'rishlaring mumkin. Qayerga boramiz, Timurjon? Bilmaysan? Men bilaman. Olamdagi 7 Один из 7 чудес света nima deyiladi? Olamning 7 mo'jizasidan biri chetda ekan bolam. Olam, buni hozir borsak ko'rasan. Buni olamning 7 mo'jizasidan bir mo'jizasi mana shu ekan bolam. Mana bu. Ayoqchasi qop qolish mo'jizasi. Ayoqdan yetim ketsa shu bilan Artemis magnet. Thank you. Look, see the Artemis. For children, look, no problem. This one, original. Now where? La colonna. Tak. Buncha kolonna bo'lgan. 100 bir kolonna qolgan. Nega bir kolonna qolgan? Qolganlari qani? İngiltere aldı. İngiltere British Müze'de. Olib ketishganmi kolonnalarni? British Müze. Bu 127 sütun. Yo, men tushunayapman. U qolgan kolonnalar qani? Bu bitta bor. Tek bir tane.
Nerede qolgan kolon? İngiltere'de. İngilizler İngilizler almış. olib ketdimi? Ha. O'lishsin. Bu İsa Bey Camii, bu Saint Jean Hmm. Kilise. İsa Bey Saint Jean. Efes gezdi. Aujourd'hui de Ha, bu chiripaxalarni endi shita yashasharkanda, shita yashayotgan. Meka. Anglichanlar olib ketgan ekan. Mana aziz do'stlar, Nima deding? Anglichanlar olib ketgan ekan deyapman. Anglichanlar Angliyaga olib ketgan ekan. Abi bak o leylek yuva var, leylek. Ha, leylakmi? Leylek yuvası. Ko'rdim. Mana aziz do'stlar, yetti olam, nima edi? Olamning yetti mo'jizasidan bir mo'jizasidan qolgan narsalar mana shu. Qolgan nimalarni anglichanlar olib ketibdi. Bitta mana shu ustum qolgan. Qolgan ustumni mana anglichanlar olib ketibdi. Bu akamlarning aytishi bo'yicha mana bu akamlar aytdilarki, anglichanlar olib ketdi dedilar. Bu da ek. Ha? Nima Anglicha? Anglischa emas, anglislar. Ingliz, anglichanlar mana biza o'zbek. Bor anglichanlar olib ketibdi. Ho, tepasida laylak bor deydilar akamlar. Qarasak, o, kallasi ko'rinyapti laylakni. Sizlarga ham ko'rinyaptimi aziz do'stlar? Mana shu Efes, Artemid, muzey Artemida deyilar ekan. Muzey emas, xram Artemida. Mana shu qolgan qutgan toshlar. Hozir yiqilasan bolam. Tushma pastga. Anglichanlar olib ketibdi. Odamlar. Yomon odamlarmi? Ha, yomon odamlar olib ketibdi. Qanday? Bilmasam qanday. Ha, Nimaga boshqalarni qoldirib ketibdi? bitta qoldirib ketishibdi. Mana shuni yana один из семи чудес света deydi. Bu aziz do'stlar, qolgani mana shu narsa qolibdi. Nimaga uy qoldirishgan ekan bular. Laylaklarni ko'rdingmi? Ha. Bu laylakmi? Qolganda tutsalar. Ayst. Ayş. Ayst. Şunata ayşmi? Ayş. Bu xramni Bechalar. bo'lsa kerak, bebichalar ham bilmadim bolam. Ha. Nima deydi? İçine tulili. Sani içine oldan. Kavlab nima qilishganda, Nima? topishganda kavlab. Nimani? Nimani? Shu joyinida. Şeytan yağmurlarla bitti. Sen yok değil mi? Biza yo'q edik, bu bizadan avval bo'lgan biza. Mana. Bundan ko'ra o'zimizni Samarqand, Buxoroga nima yetsin? Ana sanga tarix. Mana bu o'sha toshlardan biri. Bu shu kolonnalardan biridir. Mana o'sha paytdan cherkovdan qolgan krestikini ham oldigacha saqlangan. Nima?
U shu chizuvdirda bolam. Bu masjidni chibasimi? Bilmasam, bo'lishi mumkin. Adamati. Tepma. Bu nima tepasan bu? Dunyoning 7 mo'jizasidan bir mo'jizasi bu bolam. Это ha. Ana suvenirlari. Bunu masjidni. Ha. Bu yomodamlarmi? Ha, qo'ling bilan tegma bolam. Bu yomodamlarmi? Masjidni. Ne? Politik startata. Pikay. Makine yaptı diyor. Bunlar bir küp gibi. İstersen Kala kala. Bu tuta. 3 tane böyle halı var. Kullanayım mı? Bunu mu? Bunu mu? Gimana cekiki? Yok. Gimana? Çıksam böyle. Ketim hocam. Chiroyliga. Bitar. Bet gilam sotadigan joy. Nimada? Qanday nimaga? Nimada tutada? Shunday. Ha. Ana gilamlarni qara. Bo'ldi, ketamiz bolam. Nimamdek qilib oldi? Mana aziz do'stlar, bu aslida hammom ekan. Bet hammom ekan bolam. Cho'milayotgan joy bo'lgan o'sha paytda. Nima? Boshqacha. Mana shu bobomlar o'zi ishabey bo'lganda, mana shu bobomlarning masjidlari ekan. Shu kishini masjidlari. Bu yaxshi namoz o'qidammi? Turkcha ekan, turkcha o'qiyman desa. Hammaga nemischa. Ishabey, va uchun. Hozir kiramiz buni. Hozir. Stuli? Ya bismillah. Yok, bismillahirrahmanirrahim deb masjidga kiramiz. Mana masjidning ichi. Ha, hozir kiramiz buni. Mana masjidning ichi. Ha. Ehtiyot bo'lgan. Surg'onib ketasan. Masjidning ichida havlisi bu bolam. Bitta yon yo'qotdi. Mana. Mana to'rat qilayotgan joylari o'rtada. Mana masjidga kiradigan joyimiz to'rat olamiz. Masjidning ichini ko'rsatamiz. Pollar marmardan qilingan. Boyna ahamiyat bermadim, mana listnisa bor ekan, tepaga chiqib. Mana shu minorada azon aytishgan shekilli, mana shu minoraga. Mana masjidning ichiga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Jon. Assalomu alaykum. Aleykümselam, hoş geldiniz. Rahmat. Jon. Nima bitta kiyimlar qo'yildi? Bitta endi xotinlar kirib ko'raman desa, xotinlarga kiyim qo'yilgan. İçerisi bormi shu?
Masjid o'zi maydagina ekan. Shu paytga endi bismillahirrohmanirrohim. Shu paytga endi judayam jonim. O'tirib olib kitob o'qiyotgan joy bo'lsa kerak bo'lam. Jonim. Albatta, albatta. Neta imom o'tirib Qur'on o'qiydilar. Mana shu masjidning ichida rosa ham ko'p kitob sotishyapti ekan. O'ris tilida ham что такое ислам, по стопам пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалам, вопросы об исламе, женщина в свете хадисов, har xil tilda. Git oldinda ketyapti. Gitimizmi? Sariq kiyimdagimi? Maryam qochmay kitni ko'rsatay. Oldinda olib ketyaptilar bizni. Kirimish. Hozir beriladigan informatsiya aziz do'stlar Wikipediyadan olingan. U ayolim o'qib beradilar. Efes Kichik Osiyoning g'arbiy sohili, Koreya viloyatidagi qadimiy shahar. Efes xarobalari hozirgi Saljuqdan 10 kilometr narida joylashgan. Efes shahri Osiyo savdo yo'llarining so'nggi nuqtasi va diniy markazi sifatida juda ahamiyatli. Efes shahrining rivojlanishida Artemida ibodatxonasining o'rni juda katta bo'lgan. Artemida ibodatxonasi dunyoning 7 mo'jizasidan biridir. O'sha davrda Gerostrat degan inson bo'lgan va u o'z nomini tarixda qoldirish uchun ibodatxonaga o't qo'yadi. Keyinchalik ibodatxona qayta qurilgan, biroq milodiy 263-yil Efes qotlar tomonidan talon-taroj etilgan paytda butkul vayron etilgan. Efes shahri zilzilalardan juda ko'p jabr ko'rgan shahardir. Shahar 7-asrgacha mavjud bo'lib, so'ng kimsasiz qolgan. Bu yerlar botqoqliklarga aylangan. Efesdan Yunon va Rim davriga oid shahar mavzelari, stadionlar, teatr, hammomlar, shahar darvozalari, vodoprovodlar, kutubxona binosi, ibodatxonalar va boshqalar xarobalar ochilgan. Mana endi biz Aysuluk qal'asiga yo'l olamiz. Aysuluk tepaligi Mira qirolligi davrida Apasos nomi bilan, keyinchalik Efes nomi bilan tanilgan. Miloddan avvalgi 560-yilda Lidiya shohi Kres tomonidan bosib olinadi. Oldin Efes aholisi zich, yirik shahar edi. Milodiy 7-asrdan keyin Efes aholisi Ayasuluk hududiga ko'chiriladi. Efes Vizantiya davrida muhim shahar va ziyorat markazi sifatidagi mavqeini saqlab qoladi va 1304-yilda turklar tomonidan bosib olinadi. O'sha paytda Ayasuluk nomini olgan shahar 1350-yildan keyingi davrda
Aydin o'g'illari knyazligining, ya'ni beylik poytaxti bo'ladi. G'arbiy Anadoluning dastlabki davrida port shaharlardan biri edi. Ayasuluk, ya'ni Seljuk qal'asi Ayasuluk tepaligining eng baland nuqtasida qurilgan. Uning ichki qala devorlari Saljuqiylar, Usmoniylar davriga oid. Qal'aning ikkita kirish yo'li bor. Biri g'arbdan, ikkinchisi esa sharqdan. Qal'aning ichida darvoza yonida 5 ta sardoba, janubiy markaziy qismida qisman saqlanib qolgan. Minorasi bo'lgan bir gumbazli masjid ham bo'lgan. G'arbda balandroqda turkiylar davriga oid beylar saroyi va hammom va yana bir sardoba bo'lgan. Shu yo'ldan kalaskani olib chiqishadilar. Bismillah. Sağ olun. Voy. İyi ha, haliyam su. Suv olayotgan joy bo'lgan bo'lsa kerak. Ha, mana haliyam su. Kallalaring bilan qaramanglar, o kalla og'irlik qilib tushib ketsang. Na smert. Lesnitsalari. Mumkin emas deganda. Yiqilasan. Bu necha yillik, bu toshi уже surilganmi, boshqa narsa bo'lganmi, xudo bilar. Oyog'imiz tagiga qarab yurmasak, uchuvlamiz. Hani yurtlarning kulebichi? Girilmez. Timurka oldiga ko'p yaqin bormi? Kirilmasin degani, sizlar qayerga qarab ketdinglar? Yo, bu современный nima? Bo'lishi mumkin bo'lsa bilmaydigan. Toratqiga. Kızım. Опасный-da, bu to'kilib ketishi ham mumkin. Aytib bo'lmaydi. Ana mana yerda может быть olov yoqib o'tirishgan. Yoki banyalari bo'lgan bu. Nima banya? Banya bo'lsa teshigi ko'p bo'lish kerak. Qo'yakkiniz. O'xshab.
Qizman san chiqaraman. Mana san to'laman. Mana bizni bu turistik turimiz kishi boshiga 6 yevrodan turk lirasida 500 liraga tushdi. Kattalarga to'pladik. Bor chiqib kel Maryam bilan. Hashtag turaman. Shoshilmasdan bo'lar, mana shu yerda. Ana pastda olamning 7 mo'jizasidan biriga avtobus turistlar kelyapti. Shu yoqqa ham shuncha odam kelar ekanda. Abza esa hozir bu boshqa mo'jiza joyda desak bo'ladi. Qanday yoqdimi senga? Nimasi yoqdi bolam? Singani? Yo'q. Endi bildim nima u. Nimani endi bilding? Sadatni ham uyi yaxshi. Nima bo'lganini? Tarixnimi? Ha, yaxshi bilgan bo'lsang bolam. Manda niydur. Sanga nizor? Nimaga qizim? Sadatlar bo'shmala, yam odamlar bo'shtan. Yam odamlar bo'shtan. Shundan nima? Ha, yomon odamlar buzgani nizor bo'ldi, lekin to'g'ri.